Ko'pchilik shunday holatki, gaplashib o'tiribsiz. Ko'zingiz ko'ziga tushib turibdi. Qaraganda o'zi oddiy odamlar gaplashayotganda gapirgan odamning og'ziga qarab, yuziga qarab e'tiborni berib turish kerak. Sizga birov gapirsa, siz buni qilib u yoqqa qarab tursangiz, buni behurmat qilgan bo'lasiz. Musulmonlik odobi shu. Endi faraz qilaylik, ikki odam shunaqa gaplashib turibdi. Bittasiga telefon bo'lib qolsa, "Alo" deb turib ketaveradi. Mana u besora qoladi. Gaplashib o'tiruvdi hozir. Ko'zi ko'ziga tushib turibdi. Oldida o'tiribdi. O'tirgan joyidan 5-10 kishini tark qilib, "Alo" deb qulog'iga tutib ko'chaga chiqib gapirib ketaveradi. Buni o'chirib qo'ysa o'chadi axir. Tirik odamlar bilan, yoningdagi shaxs bilan ko'zi ko'ziga tushib turgan mo'min bilan gaplashyapsan. Shu vaqtida boshqa bir tirik odam kelib aralashsa, to'xtab tur, gapimni tugatib olay deydi. Lekin telefon bo'lsa, olib chiqib ketaveradi. Bu mutlaqo noto'g'ri gap.